Bugun oyimning tug'ilgan kunlari. Menda atigi 150 ming so'm pul qolgan. 150 ming so'm pul bilan Texno Citydan nimalar xarid qilsa bo'ladi? Hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Do'konga kirishim bilan bitta katta odam Assalomu alaykum, xush kelibsiz. dedi. Ko'rinishdan jahldor ko'ringanlari bilan xushmuomala inson ekanlar. Do'konni aylanib tovarlar narxi bilan bitta-bitta tanishib chiqdim. Narxlari chindan ham juda hamyonbop. Keldim deb mebellarni ham ko'rib chiqishga qaror qildim. Rostdan ham yoqqani uchun bittasiga o'tirib ham ko'rdim. Lekin keyin o'tirish mumkin emasligi esimga tushib qoldi. Hech kim ko'rmasdan bu yerdan chiqib ketdim. Xullas bu yerdagi texnikalarni ko'rib 150 ming so'mga hech nima ololmayman deb chiqib ketayotgan paytim ko'zim mikrovolnovkaga tushib qoldi. Qarasam narxi ham 149 ming so'm ekan. Eng xursand bo'lgan tomonim bu Artel mikrovolnovkani xarid qilganim uchun changyutgich bilan chopper ham qo'shib berishdi. Ham bular qayerda ishlaysiz, plastikingiz bormi deb so'rab o'tirishmas ekan. Yana bir plyus tomoni bu yerdagi narsalarni talabalik guvohnomasi yoki avtomobil texpasporti bilan olish mumkin. Atigi 149 ming so'mga shuncha narsa olib ketaman deb o'ylamagandim. Ha aytgancha bu aksiya Texno Cityning Bekobod, Guliston, Chirchiq, Yangiyo'l filiallarida amal qiladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Mana endi oyim mendan xursand bo'ladigan bo'ldi. Meni kuzatishda davom eting. Xayr.